Kimdirlar uchun sinamon, kimdirlar uchun sinabon shirinligini kelinglar birgalikda tayyorlaymiz. Ishonchli retsept bemalol qilib ko'rsanglar bo'ladi, uyaltirmaydi. Qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamirimizni qilib olamiz, uni tindirishga qo'yib qo'yamiz. U tinguncha ichiga soladigan nachinkamizni tayyorlab olamiz. Ko'pchilik koritsa yoqtirmaydi, shu sababdan kakaoga shakar qo'shib qilsanglar ham bo'ladi. Xamirimizni yoyib olamiz, margarin yoki saryog'imizni surib, tayyor nachinkamizni sepib, o'rab olamiz. O'ralgan xamirimizni xohlasanglar o'tkir pichoqda yoki ip yordamida kessanglar bo'ladi. Sinabonlarni pechga jo'natganimizdan keyin sizlar bilan Milaf kolasi haqida gaplashamiz. Milaf kolasi Saudiya Arabistoni kolasi bo'lib, halol sertifikatga ega, xurmoning shirasidan tayyorlangan bo'lib, ortiqcha ximikatlarsiz, sog'liq uchun bezarar. Milaf kolasi endi O'zbekistonda. Tavsiya qilaman. Shu borada shirinliklarimiz pishib, Milaf kolasi bilan mazza qilib yeb olamiz. Yana bitta muhim ma'lumot, Milaf kolasi hozirda konkurs e'lon qilgan. Konkursda bosh sovrin Umra safari. Milaf profiliga obuna bo'lib, shartlari bilan tanishib chiqib, qatnashib, o'zingizlarni omadinglarni sinab ko'ringlar. Hammaga omad, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Rahmat.